Sertifikat savoli, demak, mana shakl buni ko'rganlarni bilsa kerak. O'zi 42 savol ekan. Kvadrat berilgan, ichida mana bu holatda yana ikkinchi kvadrat chizilgan va mana bu AC tomon o'rtadagi kvadratni ikkita yuzaga ajratadi va 9 27 ga teng bo'lsa, so'ragan mana bu yerdagi kichik yuzani so'ragan, keyin mana bu yerdagi hosil bo'lgan S2 yuzani ham so'ragan ekan. Yechimga o'tamiz endi. Endi ikkalasini yig'indisi kvadratning yuziga teng, ya'ni kvadratning yuzi 9 qo'shilgan 27, ya'ni 36 ga teng. Bu ham teng, mana bu tomonni A desak, A kvadrat desak, A ning qiymati 6 degan javob chiqargan. Mana bu tomon 6 ekan. Xo'p, demak, mana bu to'g'ri burchakli uchburchak ekanligidan mana bu tomonni birorta B tomon deb olsak, bu yerdan beracha bo'lgan masofa. Xo'p, B ko'paytirilgan 6 taqsim 2 teng 9 ga deymiz. Bundan B ni topsak, B degan qiymatimiz 3 chiqadi. Mana bu qiymat 3 ekan. Bu kvadrat tomoni 6 edi. Demak, mana bu bo'lak ham 3 ekan. Endi mana burchakni alfa deb o'zimizdan yozsak, to'g'ri burchakli ekanligidan 90 minus alfa, bu ham 90 minus alfa, mana bu 90, mana burchak alfa bo'ladi keyin. Endi mana bu yerdan olingan tangens alfa, xo'p, 3 ning 6 ga nisbati 3 ning 6 ga nisbati teng. Mana bu yerdagi to'g'ri burchakli uchburchakda mana bu kesmani AY'ni bo'lamiz AL ga. Bundan keladi, agar AY'ni x deb olsam, mana bu 2x ekanligi keladi. Chunki bu 1 taqsim 2 tengda. Mana bu bilan qisqartirsak 1 taqsim 2 bo'ladi. Demak, mana bu x 1 2x bo'ladigan bo'lsa, Pifagor qilib 3 ga tenglab ketamiz. X kvadrat qo'shilgan 2x ning kvadrati teng 3 ning kvadratiga desak, bu bizaga 5x ning kvadrati bo'ladi. Teng 9 ga bo'lyapti. X kvadrat teng 9 taqsim 5 chiqyapti. Menimcha katta ehtimol bilan mana shu S' yuzi ham shunga teng bo'ladi. Mana x ko'paytirilgan 2x taqsim 2 qilsangiz, x kvadratni o'zi chiqib qoladi. Mana shu narsa S' ga ham teng. Demak, bittasi yechimi topildi. A shartning yechimi topildi. B shartga o'tamiz. B shartning yechimini topish uchun x ni o'zi bizga kerak ham ekan. X ni o'zi buni ildizga olsak, 3 taqsim ildiz o'zi 5 bo'ladi. Mana bu kesma chiqdi bizga. Xo'p, keyin nima qilamiz dedik? Keyin qanday ishlaymiz? Bu yer chiqdi. Mana bu 6 ku, mana bu 3 ku, mana ham topamiz Pifagor qilib. 3 ildiz o'zi 5 chiqadi. Mana bu qiymat chiqdi-ku mana bu yerga. To'g'rimi? Mana. Ikkalasini qo'shamiz. Umumiy tomonni, katta kvadratning tomonni C deb olsak, o'sha kvadratning tomoni C teng 3 taqsim ildiz o'zi 5, mana bu bo'lak qo'shilgan mana bu bo'lak. 3 ildiz o'zi 5. Hisoblaganimizda nech chiqadi? Ko'paytiramiz 15, 18. 18 taqsim ildiz o'zi 5 chiqyapti. Mana bu katta kvadrat tomoni. Demak, yechimni qayerga yozamiz? Mana bu 5 burchak bizaga xo'p S2 teng deymiz. Katta kvadrat yuzini topamiz. 18 taqsim ildiz o'zi 5 ning kvadrati ayrilgan mana bu yuzi, ayrilgan mana bu yuzi. Ayrilgan 27, ayrilgan S1 deganimiz 9 taqsim 5. Hisoblasak 18 kvadrat taqsim 5 ayrilgan 9 taqsim 5. Ayrilgan 27. Balkim bu ayrilganda qisqarib ketadigan ifoda kelishi mumkinmi? 224 ayrilgan 9. Necha bo'ladi? 324 ayrilgan 9. 319, shunaymi? 315 mi? 315 ni 5 ga bo'lamiz. 63. 63 dan 27 ni ayiramiz. 40. 36 mi? 36 ekan. Mana B shartning yechimi mana shunday chiqar ekan. Shu bitta qiyin savol mana shu bo'lsa kerak. Buni ham o'rgandik mana.